33. Davom etamiz. Vertikal harakat. Ya'ni vertikal harakatning boshlang'ich tezliksiz tashlangan jism uchun ko'rib chiqamiz. Demak, boshlang'ich tezlik yo'q degani jism h balandlikdan turib, hech qanaqa tezliksiz shunchaki qo'yib yuborilgan harakat bu boshlang'ich tezliksiz tashlangan jismning harakati hisoblanadi. Boshlang'ich tezliksiz tashlangan jismning birinchi bizga kerak bo'ladigan narsa oniy tezlik. Oniy tezlik v teng gt. Xo'p, bu yerda yangi atamalar paydo bo'lib qoldi. J erkin tushish tezlanishi. J erkin tushish tezlanishi 9.81 ga teng yoki buni taqriban 10 metr taqsim sekund kvadrat deb qabul qilamiz. Demak, oniy tezlik v teng gt yoki ildiz ostida 2gh. Bu yerda h balandlik. Xo'sh, demak, oniy tezlik formulalarini ko'rib chiqdik. V teng ildiz ostida 2gh. Endi keyingisi boshlang'ich tezliksiz tashlangan jismning tushish balandligi h barobar gt kvadrat taqsim 2. Ya'ni tushish balandligi gt kvadrat taqsim 2 bilan hisoblanadi. J 10 ga teng, t vaqt taqsim 2. Faqat vaqtning kvadrati esdan chiqib ketmasligi kerak. Agar boshlang'ich tezliksiz tashlangan jism yerga urilishdagi tezligi v ga teng bo'lib qolsa, h barobar v kvadrat taqsim 2j formula yordamida uning tushgan balandligini qanchaligini hisoblab topishimiz mumkin. Albatta buning hammasi vakuumda, ya'ni havosi yo'q joyda ishlanyapti deb hisoblashimiz shart. Undan keyingisi vertikal boshlang'ich tezliksiz tashlangan jismning tushish vaqti. Tushish vaqti t barobar ildiz ostida 2h taqsim j yoki t barobar v taqsim j ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, bu yerda v oniy tezlik tanishtirdik, oniy tezlik, h balandlik, t vaqt, j erkin tushish tezlanishi. Yer uchun erkin tushish tezlanishi taqriban 10 yoki 9.81 metr taqsim sekund kvadrat desak ham bo'ladi. Ana shunaqa.